أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nizamuddin Abu Ali Esh-Shashi rahimahullah yazgan El-Khamsin deb nomi bor. Usul Shashi degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu usul kitobining majaz haqiqah va majaz bobining ikkinchi darsida turyapmiz. Biz bundan burungi darslarimizda, bu darsda majaz, haqiqat bilan majazni tunishib o'tgan edik. Haqiqat degan vodiullohga dastlabda bir so'zni bir narsaniki ulug'iga quyidi. Agar so'z shu narsa uchun ishlatilgan bo'lsa, so'zning shu aslidagi shu qo'yilgan ma'niga yoki aslida qo'yilgan narsaga ishlatilishi deb ataladi, haqiqat deb ataladi. Majaz degan so'zning aslidagi shu qo'yilgan narsaga yoki ma'niga bir aloqa, sabab, qarina tufayli boshqa bir ma'niga ko'chirib ishlatilishi majaz deyiladi. Degandan keyin bir qancha qoidalarni o'tirib o'tgan edik. Bu qoidalardan biri bo'lsa, hamda haqiqat majazning avlodidir. Agar haqiqatga amal qilish mumkin bo'lsa, majaz qaralmaydi. Haqiqatga amal qilmaydi degan bir qoida so'zlagan. Undan keyin haqiqat bilan majaz jam kelmaydi. Haqiqat bilan majaz jam kelmaydi. Ikkinchi qoidani so'zlagan. Uchinchi qilib ba'zi chaqda umumul majaz yo'li bilan haqiqat majazniki doirasiga kirib qoladi deganlarni so'zlagan edik. Hamda bugungi darsimizda shu tafsilotni aniq oydinlashtirib berdi bizga. Anladingmi? Oldi bilan musannif bizga bu haqiqatni uchga bo'ladi. Majazni ikkiga bo'ladi. Haqiqatni uchga bo'lib, bu haqiqat uchga bo'linadi. Biri haqiqa mutaazzira va mutaassira, ikkinchisi haqiqa mahjura, uchinchisi haqiqa musta'mala. Majaz ikkiga bo'ladi. Bir majaz mutaarif, ya'ni bir majaz g'ayr mutaarif. Endi musannif bu yerda majaz mutaarifni so'zlaydi. Ya'ni majaz mutaarif degandan keyin tabiiy holda nima chiqadi? Majaz g'ayr mutaarif ham bor ekanligi chiqadi. Endi demak bizniki nimada haqiqat majaz qoidasi, majaz g'ayr mutaarifni biz xatoga olmaymiz. Majaz mutaarif bo'lgan joyda ta'sir kuchi bo'ladi. Shu joyda shuning uchun majaz mutaarifni so'zlasak yetadi. Endi haqiqa mutaazzira va mutaassira degan nima desa, haqiqa ba'zi usuliylar buni haqiqa mutaazzira mutaassirani ayirmaymish gibi bo'lgan. Biri mustahil, ya'ni biri intayin qiyin. Birini qilish mumkin emas bo'lgan ish. Ya'ni birisi qilish mumkinligi bak qiyin deb ishga bo'lmaganlar bor, ammo musannif bo'lmagan, ikkisini bir sanagan hamda. Lekin mustahil aqli emas. Mustahil bizda mustahil aqli, mustahil adi, mustahil shar'iy. Mustahil shar'iy demakchi emas bu yerda. Mustahil aqli demakchi emas. Mustahil adi, ya'ni odatda mumkin emas yoki intayin qiyin. Mumkin bo'lsa intayin qiyin. Qanday desa, masalan, bir odam men mau qozonni yemayman degan bo'lsa, bu qozon degan nima? Mis, tumur. Tumurni bir odam yemaydi, yeyish mumkin. Odatda tumurni bir odam yeyish mumkin emas endi. Aqlan demaymiz, aqlan mumkin. Ya'ni tumurni iritib, uni qaynatib pishsa bo'lish mumkin. Lekin odatda qozonni ichishimizdan sundirib yemaymiz. Endi mushu deb ataladi haqiqa mutaazzira yoki mutaassira deb ataladi. Endi haqiqa mahjura degani shu. Haqiqiy mahjura degan bir odam masalan haqiqiy mahjura qanday narsa desa, asli so'zning ma'nosi to'g'rimi shu, shundoq.
Söz mavudi alaki koyulgan to'g'ri, ishlatilishi to'g'ri. Söz aslida qo'yilgan ma'noda ishlatildi bu yerda. Ammo shuning uchun haqiqat deb atadi. Lekin hajaran nas kishilar buni mush aslida qo'yilgan mush ma'noga ishlatishni tashlab etdi. Ishlatish endi mutaassir emas, qiyin emas. Mutaassir emas, mumkin emas. Lekin mumkin ishlatish mumkin. Ammo kishilar ishlatmadi. Kishilar mushu so'zni mushu ma'noga ishlatib odat qilmadi. Tashlab etdi. Buni bilak bir majoz ma'noni ishlatib urfida odatlanib keldi. Masalan, bir odam men palonining uyiga oyog'imni bosmayman. Men palonining uyiga la adav qadami deb oyog'imni bosmayman deb qasam ichdi. Oyog'imni bosmayman deb qasam ichgan bo'lsa, buningdan kishi asli bu oyog'imni bosmayman degan gap asli qo'yilganda, nima qo'yilgan? Oyoqni, yalang'ochlangan oyoqni yerga qo'yash, palonning hovlisiga qo'yash. Qo'yi bu odam o'zi kirsin yo kirmasin. Yadxul aw la yadxul. Shu oyog'ini shu yerga qo'ydimi? Asli qoida bo'yicha qasmoni so'g'an bo'lish kerak. Ammo kishilar uni iroda qilishni tashlab etgan. Uni iroda qilmagan. Dastlab qo'ygan bu ma'noda iroda qilmasa, balki palonning uyiga oyog'imni bosqichi bo'lmayman degan gapdan palonning uyiga kiyguchi bo'lmayman, palonning uyiga kirmayman degan iroda qilgan. Shuning bilan buniki haqiqiy mahjura tashlab qolgan. Bundan tabiiyki majoz mutaarif nima qilinadi? Amal qilinadi. Endi bu endi haqiqiy mustamala. Haqiqiy mustamala deganda nima? Tabiiyki ya'ni biz hozir turayotgan haqiqatga amal qilish mumkin bo'lgan va ishlatilib kelgan haqiqat. Yani amal qilish mumkin bo'lgan haqiqat endi. Endi nima emas? Haqiqiy mustamala degandan keyin ham bu qayd nima? Nimadan yahtariz min haqiqa mutaazzira va haqiqa mahjura. Haqiqiy mutaazzira emaskan, haqiqiy mahjura emaskan bo'lsa bo'ladi, haqiqa mustamala bo'ladi degan gap. Haqiqiy mustamala bo'lsa, qanday qilinadi? Endi 5 qoida bo'yicha agar shu haqiqatga amal qilish mumkin bo'lsa, majozga amal qilinmaydi. Majoz qaralmaydi, ma'lum. Endi musannif bizga deb turgan xalqiliq masalalarda desa, agar bir dona haqiqiy mustamala bor ekan, bir dona majoz mutaarif bor ekan. Bu ikkisi o'z qanday bo'ldi desa, bu yerda Imom Abu Hanifa rahimahulloh deydi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh deydiki, bu yerda haqiqiy mustamalaga amal qilinadi, majoz mutaarifga amal qilinmaydi deydi. Ammo Imom Abu Yusuf Imom Muhammad rahimahulloh deydi, bu yerda majoz haqiqa mustamala tark etiladi, majoz mutaarifga amal qilinadi. Hatto ba'zida umumul majoz yo'lidan haqiqiy mustamalaning nima ishi kirib ketadi. Umumul majoz yo'lidan majozning ishi kirib ketadi. Masalan, buning misoli bir odam men Furat daryosidan suv ichmayman degan bo'lsa, men Furat daryosidan suv ichmayman degan bo'lsa, Furat daryosidan suv ichish degan gap asli haqiqat ma'nosi, ya'ni Furat daryosidan dum yetib eg'izim bilan suv ichmayman degan bo'ladi. Eg'izim bilan shu qo'yishgandek suv ichmayman degan bo'ladi. Lekin buniki ko'chma ma'nosi shu. Deganda suv ichmayman ish qilib. Ya'ni bi ayyi tariqatin ichadi. Qanday yo'l bilan bo'lsin, qo'lim bilan ichaman dema, chelak usib ichaman dema yoki buni güvenza bundaqa no qo'g'ashlarga egilib uyda jo'makdan chiqarib ichaman dema, qanday ichsam, shu daryoning suvini ich degan keldi. Endi unday bo'lgandan keyin bu yerdagi majoz mutaarif ma'u, haqiqat ma'nosi ma'u. Endi bu yerda qonunga amal qilamiz. Imom Abu Hanifa deydi, bir odam Furat daryosidan suv ichmayman deb qasam ichgan bo'lsa, dum yetib ichmaguncha qasam xonis bo'lmaydi deydi. Ikki imom nima deydi ya? Bu yerda bu majozga aytilib beradi. Majoz mutaarif bu yerda majoz mutaarif ketadi. Bu odam qochida suv ichgan bo'lsa xonis bo'ladi. Ushlab ichgan bo'lsa qasam xonis bo'ladi, buziladi. Agar yetib dum yetib ichgan taqdirda yana buziladi deydi. Endi bir savol so'raydi. Qanday oldi bu yerda haqiqatdan majoz jam gap qoldi bu yerda desa, yo'q. Haqiqatdan majoz jam degan gap yo'q bu yerda. Ya'ni bu yerda majoz mutaarifniki ichida bu yerda majoz cho'nqur, ya'ni qanday bir ayyi tariqatdan qanday yo'l bilan bo'lsin suv ichmayman, Furat daryosida suv ichmayman degan gap majoz bu yerda. Endi bu odam dum yetib ismi ichgan bo'ladi. Qo'lida ushlab ichgan bo'ladi. Qochilab ichgan bo'ladi. Demek ma cihatdan
haqiqat majozi ichiga kirib ketdi. Demak, imomning ko'z qarashida biroz kangalik bor degan gap hozir. Imom Abu Yusufning ko'z qarashida, boshqa imomning ko'z qarashida taxmo tushunib ketdi masala. Ma'lum. Undan keyin bir savol kelish mumkin. Amazon davlat olsa, nima deb bu irqi? Buni bilan nima farqi bor? Irqi. İmam Şafii'ninki lems evlamastum min nisa degan oyatdagi jimo bilan silashni siz jamlamaydigansizlar. Siz buni jimo murod deydigansizlar. Silash murod emas deydigansizlar. Tamam bo'lmaydi. Şimdi umumiy majoz bilan qilsang bo'lmamdi, bu yerda mumkin emas deymiz. Nega mumkin emas? Chunki bir odam ayolini silab qo'ysa, jimo qilgan bo'lmaydi. Jimo qilish degandiki tarkibida silab qo'yish degan gap, tutib qo'yish degan gap yo'q. Ya'ni odam ayolni silab qo'ysa, jimo qilgan bo'lmaydi. Ayol bilan jimo qilsa, uni silab qo'ygan bo'lmaydi. Ha, endi avayadicho, suni dumyet ismi ichgan bo'ladi. Quldi ismi ichgan bo'ladi. Ichish degan gap tepiladi. Lekin jimo desa, ben xudni silab qo'yganga jimo tepilmaydi. İkisi ayrı yani. Demek ikisi cemlik olmaydı yani. Demek meri hakikat mecazının içine girmeydi, dahil olmaydı. Lakin muamesinde çoğu masuyette kiradi. Hakkım şu. Endi bizge bu sende bunu da bir boğandıkken andın imam bizge ne menüsü de bildi o. İmam bizge endi ahırkı bir mesele. Mecaz imam yani demek bizdeki bu bir yanki dersteki iki kıyın mesele var. Birisi mu şu umumul mecaz meselesi. Bunu düşünülük oldu. Yeni birisi bunun ihtilaf var de imam bilen iki şagird sahibane oturusunda ihtilaf var mesela. İki de ikilisi. Yeni bir mesele olsa İmam Azam Ebu Hanife'deydi. Demek iki tarafı ortak olan mesela el mecaz halafun ma anil hakika. Mecaz hakikatin halaf. Tamamlık mecaz hakikatin onda durur. Yani hakikat emek kılış mümkün bulmaganda mecaz turguzuldu. Tamam bu kaide. Endi biz bu kaide bu bo'lganda lekin o'xshamaydi g'ayaladi desa imom deydi majaz haqiqatda qanday xalaf bo'ladi? Kayfiyatda ixtilof bor. Qanday xalaf bo'ladi desa imom Azam deydiki lafz yani bil lafzil arabiy. Yani bir gapni biz arabcha gapni bizda to'g'ri mubtada xabarda yani grammatika nahv qoida tushsa, to'g'ri bo'lsa bu majaz xalaf bo'lib haqiqatni uni xalaf bo'lib yuralaydi. Lekin ichki imomayn nima deydi? Yo'q. Bunda cho'qim hukmda to'g'ri bo'lish kerak. Shar'iy hukmga, ya'ni aqlda qarar yakungumu, hukmgumu to'g'ri kelgan vaqtida uni keyin majaz nimaga haqiqatga o'rin bosar bo'la oladi deydi. Buni misol keltirib, masalan bir odam o'zidan yeshi cho'ng odamga anta ibni, hada ibni degan bo'lsa, bir xo'jayinning birisi o'zidan yeshi cho'ng bo'lgan qulga "Ma mening o'g'lim" degan bo'lsa, Imom Azam deydi, bu qul ozod bo'laverdi deydi. Nima ish qilsa? Chunki hada ibni, hada mubtada ibni xabar. Arabcha lafzda masal yo'q, to'g'ri. Arabcha masal to'g'ri yo'q. Masal Arabcha lafzda masal bo'lmagandan keyin buniki o'g'lim degan gapidan men buni ozod qilib o'taman degan majaz bo'lishi tamoman bo'ldi. Aqli bo'laverdi. Chunki agar o'g'li bo'lib qolgan bo'lsa, farzand bittasi o'g'li bo'lib qolgan bo'lsa ozodlab ketadi. Shuning uchun bu nima bo'ladi? Ozod bo'ladi deydi. Lekin imomayn nima deydi? Yo'q. Bu yerda biz lafzga qaramaymiz, hukmga qaraymiz. Ya'ni buni ma'nosiga qaraymiz. Ya'ni qandoqmi? Bu o'zidan cho'ng odam bilan bolasi bo'lsin. Shariatda o'zidan cho'ng odamni bolasi degan gapga shariatni o'qimaydi, o'qisholmaydi. Yo'q deydi hukm. Qandoq aql buni o'qisolmaydi? Anda olgandan keyin bu bunun bolasi bo'lishi uchun buni kichik bo'lishi kerak. O'zini cho'ng tursa, buni ozod bo'lish degan gap yozib qilinsa bo'lmaydi deydi. Ben bu demek ki bugungi darsimizdagi mazmuni mushu. Xo'sh, dars boshlab ketaylik. Musannif rahimahulloh deydiki, "Summal haqiqatu anwa'un thalatha." Ondan keyin haqiqat 3 turlikdir. Biri mutaazzira, biri haqiqa mutaazzira, ikincisi haqiqa mahjura, üçüncüsü haqiqa mustamala. Hemen tushundim işte. Haqiqa mutaazzira degan, yani aqlan mumkin, lekin odatda nima mumkin emas yoki intayin qiyin. Mahjura degan asli aqlan mumkin, odatda mumkin, lekin
kishilar tayak etib o'tgan. Men iroda qilmay. Iroda qilmay odatlanib kelgan. Uchinchisi haqiqiy mustamala. Haqiqiy mustamala degani qolsa, ya'ni haqiqiy mutaazzira emas, haqiqiy mahjura emas degan. Xo'sh, endi va fil qismayn al-awwalayn avvalgi ikki qismda, ya'ni haqiqiy mutaazzira, haqiqiy mahjura degan bu ikki qismda yusaru ila al-majaz bil ittifaq, ya'ni yusaru ay yurja'u degan. Ya'ni bil ittifaq majazga qaytariladi. Anladın? Yani imamın göz karşıda İmam Azam Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed Rahimullah bir ittifak. Hemmesinin deydi o. Hakiki kaçan müteazziran bulu diken, kaçan mahjuralan bulu diken, buna hiç ihtilaf yok demeye mecaz kaytırılır. Tamam. Ve naziru el müteazzir. Amdi bizge mümkün müstemelen sözümde bir söz yapkay. Hakiki müstemelen bu konuda İmam Azam'ın göz karşıda deydi o mecaz mütearif bilen mecaz mütearif haqiqiy mustamalaga qarshi qolsa imomning ko'z qarashida nimaga amal qilinadi? Haqiqiy mustamalaga amal qilinadi. Imomning ko'z qarashidacho haqiqiy mecaz mütearifga amal qilinadi. Ammo bir mecaz mütearif, mecaz g'ayr mütearif kelib, bu yerda haqiqiy mustamalaga shuni bil ittifoq haqiqiy mustamalaga amal qilinadi. Mecaz g'ayr mütearif kelib qilib, haqiqiy mustamala qarshi qolsa bil ittifoq yana haqiqiy mustamalaga amal qilinadi. Bu yerdagi masala mecaz mütearif bilan haqiqiy mustamala o'rtasida qiladi. Endi bu yerda bizga misol so'zlab berdi hozir. Endi mecaz haqiqiy mutaazziraning misoli, ida halafa bir odam bu daraxtdan yemaydigan qasam ichsa, ya'ni men ana la akulu min hadhihi shajarati billahi azim deb qasam ichsa. Men Alloh bilan qasam, ma daraxtdan yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, yoki aw min hadhihi al-qidr, men bu qozondan yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, fa in akala ash-shajarata, agar u shu odam endi bu yerda inchki masala bor. Bu men bu daraxtni yemayman, bu qozonni yemayman degan qasamdiki haqiqat nima? Shu daraxtning o'zini yeyish. Shu qozonning o'zini yeyish. Majazcho bu daraxtniki mevasini yeyish, bu qozonning ichiga tushgan narsani yeyish. Anladin? Endi musha mana hech kimmasini so'zlab qo'y. Agar bu daraxtning mevasini yeyish deganda bu qaysi babdir? Majazning qaysi babini desa, bu itlaqul kul iradatul juz' degan babdir. Daraxtning mevasi daraxtning bir parchasi. Bir daraxtning bir qismi. Ya'ni butun narsada parchani iroda qilish degan babdan bo'ladi. Agar men ama qozon masalasi cho desa, qozon masalasi, qozon ichidagi tomoq qozonning bir qismimi desa, yo'q. Qozondagi tomoq qozonning bir juz'isimi? Yo'q. Namsi qaysi babdan desa, buni nima deymiz? Bu halliya va mahalliya babdir. Ya'ni mahalni so'zlab halni iroda qilish. Ya'ni mahal degan joy. Joyni so'zlab shu joyda turadigan narsani iroda qilish degan babdir. Xo'sh, endi fa in akala ash-shajarat, endi bu odam endi haqiqat ma'nosini hal qilib bu shu daraxtning o'zini yesa, aw yoki qozonning o'zini yesa, yoki bo'lmasa fa inna akla desa, fa inna akla ash-shajarati aw al-qidri muta'azzirun deb ta'rif. Chunki yerda daraxtning o'zini yeyish yoki qozonning o'zini yeyish mutaazzir degan gap qiyindir. Adeten yani mutaazzir degan gap yani mustahilun adeten walau amkana aqlan. Aqlan mumkin bo'lsa-mu, odatda qiyin ish qilib qolish emas. Fayansarifu zalika, anda olgandan keyin ana shu shu qasamning o'zi nimaga qaytadi? Ila samarati shajara. Daraxtning mevasiga qaytadi va ila ma yahullu fil qidr. Qozonga tushadigan narsaga qaytadi. Hatta law akala min ayni shajar, hatta ya'ni hatta nima o'tiradi? Ya'ni hatta tafri'iyya. Hatta tafri'iyya bo'lganda buning keyingi ism bo'lsa nima qiladi? Pash. Nima qilmaydi? Zir qilmaydi. Zivar qilmaydi. Andab taqdir qilib zivar qilmaydi. Fe'l muzarakasi masalan hatta yafjura deb qilmaydi. Ismgasi hatta samaki deyilmaydi. Balki nima? Damma qilib, fash qilib, mana bo'lish kerak. Uni kendi buni nima deb aytib bizga da, ya'ni fayatafarra'u min an hada deb ma'naymiz. Fayatafarra'u an hada, ya'ni buningdan bunda qoidalar yoki bunda hukmlar tarmoqlanib, shaqlanib chiqadi deb ma'naymiz. Hatta degan gap, ya'ni hatta ya'ni mushu qoidadan kelib chiqqan gap, ya'ni mushu bu yerda haqiqa mutaazziraga yetmay qasam
Madem mecaz mütearrabga yetişiden kelip çıkan netice nima desa, kelip çıkan netice lav akala min ayni şecera, eğer bu adam şu daraxtning o'zidan yoki av min aynil qiz şu qozonning o'zidan bir nev'i tekalluf degan bir türlük tekalluf bilan, yani qopiliq tortib shu qozonni chaynab daraxtni mijib yegan bo'lsa, masalan, la yahnas, qasimani so'maydi. Nimishqa? Chunki bizning mazhabimizda haqiqatdan majaz nima jam kelmaydi. Haqiqatni iroda qilmoqma, majaz iroda qilinmaydi. Majazni iroda qilmoqma, haqiqat iroda qilinmaydi. Va ala hada, yani va ala hada shunga asosan, yani nimaga asosan? Yani haqiqa mutaazzira bu vaqtida, yani agar haqiqa mutaazzira nimaga majazga qaytariladi degan qoida. Al haqiqatul mutaazziratu yusaru ila al majaz degan qoida. Bir qoida chiqdimi? Shu qoidani kalim so'zaqid qoidani. Al haqiqatul mutaazziratu yusaru ila al majaz degan qoidaga asosan qulna deymiz, yani biz hukm chiqaramiz hamda biz. Shuni qarab. İza halafa la yashrabu min hadhihi al bi'r. Bir odam mushu quduqdan suv ichmaydi deb qasam ichgan bo'lsa, men mushu quduqdan suv ichmayman deb qasam ichgan bo'lsa, yansarifu zalika ila al-iqtiraf. Yani shu qasimi odamniki, shu odamning qasimi ulushlab ichishga, iqtirof degan gap quduq ulushlab ichish yoki kalsida ichish yoki chelakda usib ichish degan gap hamda ulushlab ichishga qaytadi. Hatta law faradna. Ulushlab ichishga qaytgandan keyin hatta law faradna degan gap bundan kelib chiqadiki, fa yatafarra min hada. Bu hatta bundan kelib chiqadiki, agar faradna annahu law kara'a bi naw'i takalluf. U odam quduqqa bir naw'i takalluf bilan, bir qiyinchilik bilan dum etib ichsa degan gap, yani kar degan nima? Al-kar'u tanawulul ma'i bil fam. Al-kar'u tanawulul ma' bil fam, yani eg'izda ichish. Dum etib eg'izda ichgan bo'lsa, masalan, sanqilab turib, odatda quduq degan qanday bo'ladi? Quduq degan sut yani tegidi bo'ladi. Unda nima deb anda ichish mumkin emas. Endi odam oyinda og'amchida ichib chub turib, mo'yda qolsa ichgan bo'lsa deyiladi, masalan. Agar faraz, shunda faraz qilsak, la yahnasu bil ittifaq. Bil ittifaq bu odamning qasimi hanus bo'lmaydi. Endi mishadib inchki bir masala bor. Bu odam Furat daryosidan suv ichmayman deb qasam ichgan bo'lsa degan yerda İmam Azam nimada haqiqa mustamalaga amal qilaman dedi. İmameyn haqiqa nimaga majaz mutaarrabga amal qilaman dedi. Miyadi bil ittifaq qasimi hanus bo'lmaydi deb aytadi. Ma huwa farq baynahuma? Quduq bilan Furat daryosining farqi nima desa? Furat daryosida yetib suv ichdimi? Ayg'izdan. Bu tamamen mumkin. Lekin ma quduqniki ichiga tatsanglab suv ichsa, bu mutaazzira. Ma huwa haqiqa mutaazzira. Haqiqa mutaazzira bo'lib qolsa bil ittifaq majaz nimaga? Majaz mutaarrabga qaytariladi. Ammo haqiqa mustamal bo'lib qolgan joq aytdiki, daryodan dum etib suv ichgan gap bizning kichikligimizda O'zbekistonda vatanda O'zbekiston daryodan kelganimiz anda qo'limizda ishkida to'ymaydi, qo'limizda suv olsak to'ymay dum etib ichatdik biz. Anda unayt fayzi bo'ladi, rahat bo'ladi. Shuning uchun bu daryodan suv yetib suv ichgan gap bu nima? Mumkin ish emas, mumkin emas ish emas. Bu haqiqa mustamala. Farqi shuni bilib olish kerak, farqini. Ve nazirul mahjura. Endi bizga haqiqa mutaazzirani so'zlab bo'ldimi? Endi bizga haqiqa mahjurani so'zlab bo'lyapti. Haqiqa mahjuraning misoli, law halafa, agar bir odam law halafa la yad'u qadamahu fi dar fulan. O'zining oyog'ini palonining ho'ylisiga qo'ymayman deb qasam ichgan bo'lsa bir odam, fa inna iradata wad'il qadami mahjuratun 'adatan. Chunki odatda oyoqni quyoshni iroda qilish, mush qasamning o'zidan oyoqni yoki quyoshni iroda qilish odatda mahjur degan matruk tark etilguchidir. Normal, yani odat tark etilguchidir. Nima shu yerda men paloniki qo'rosiga oyoq bosmayman degan gapning ma'nosi, men oyog'imni yoki tekkizmayman degan gap iroda qilinmaydi bunda. Normalda. Bo'lmasa mumkin. Oyog'imni yoki tekkizmayman deyish mumkin. Bu haqiqiy mustamala, lekin mumkin gap. Lekin nima qilinmaydi? Mahjura, matruk. Endi uni iroda qilmaydi. Unda nima iroda qiladi? Duxul. Paloniki qo'rosiga kirmayman deganni iroda qiladi. Mo'g'amiyada. Endi va ala hada, yani shunga asosan bu qaza bu, yani bir usul chiqadi, yani
Ve ala hada degende kim? Yani çukur bir usulünü kaldırmışsa oldu. Bu usul kasa ennel hakika el mehcura metrukatun feyuqaddemul mecazu aleyha. Ma kaide. İkinci kaide oldu. İkinci usul. Yani hakika mehcura ne midir? Terk edildi. Mecaz onun adı koyuldu. Yani feyusaru ilel mecaz. Ama ikinci kaide. Muşu kaide asasen kullar deyimiz ki et-tevkilu bi nefsil husumeti yansarifu ila mutlaki cevabil hasım. Yani bir et-tevkilu bi nefsil husume. Bir davanın üzüne vekil kılış. Bir davanın üzüne bir adamge vekil kılış yansarifu ila mutlaki cevabil hasım. Degan ki bir dava gelge mutlak cevap veriş kaytıdı. Hatta yes'u lil vekili hatta yeteferru min hada. Yani bunun da şu kelime çıkıyor ki yes'u degan yecuzu degan. Yecuzu lil vekil. Vekilge en yucibe bi na'am. Na'am da cevap veriş mu hem caiz buludu. Kema yes'uhu en yucibe bi la. Onunla la da cevap veriş hem caiz bulduğunu deyik. Bunu bir degan gapimdi. Bu mesela husumet degan qanday ish? Qanday narsa husumet deyiladi? Hamma narsa husumet emas. Husumet degan siz Ulanbek bana ustozda 5000 lira pulum bor deb da'vo qildingiz. Siz da'vo qildingiz. Sizning bo'ldingiz hozir xasm. Siz nima deb atalasiz? Siz xasm deb atalasiz. Mencho mudda'a alayhi. Men javobgar. Men javobgar bo'laman. Endi ben qilib sizga javob berishni o'rniga Bimirzani vakil qildim. Bimirza siz mushu masalada siz men vakolatan siz javob berib siz bu davoni siz so'rab beradi. Bimirza advokat bo'lsa masalan. Berdim. Endi mushu Bimirzaga nima asli Bimirzaga berganda nima deb berdim? Yani agar qozi Bimirzadan "Ey Bimirza, men ustozniki gadinida Ulanbekning 5000 lira puli bormi?" deb so'raydi. Hadi soğanda nima deb javob berdim bunga? Yo'q degan. Men uzanmasdan kelmay qoldim masalan, bormay qoldim. Nima asli men nima beraman? Yo'q degan. Yo'q. Yani ustozning gadinida Ulanbekning 5000 riyal puli yo'q deb javob berish kerak va bu. Endi bu haqiqat shu. Lekin dikkidek bu nimaga aylanib ketdi? Majozga aylanib ketdi. Bimirzabek na'am deb javob bersin bu odamga. Yani qozi olsa, qozi Bimirza Mavu ustozniki Ulanbekning gadinida 5000 lira puli bormi deb so'rasa Bimirza yo'q deb javob bersin bo'ladi. Ha, bor deb javob bersin bo'ladi. Lekin men vakolat qilganda ha deb vakolat bermagan. Yo'q deb bilan deb bergan. Lekin nima bo'lib na'ammi kelib qoldi desa, chunki bu yerda bu masalada shariatga qarshi chiqib qoldi masala. Ya'ni mutlaq holatda men sen jaqlam deb bersan deb vakolat berishim shariatdan va shariat tushib qoladi. Shariatda men yani mumkin mening gadinimda sizning 5000 lira pulingiz bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi mumkin. Lekin men aniq berganlarni keskin yo'q degan kes o'tolmaydi. Nimishqa shariatda qaysi haq bo'lsa shuni qilish kerak. Agarda sizniki menda pulingiz bo'lsa bu bor deb hukm chiqaradi shariat. Yo'q o'zi yo'q deb chiqaradi. Endi ma'noga shu sababni o'ylab ham Bimirzaga nimani beradi? Na'am yoki la degan javob berish huquqini beradi. Shariat tarafdan keladi bunga mana. Mao majaz. Shuni olam bu qaraydi. Shariat qaynini bo'lib turib, aslidagi men buni berganim nima edi? Faqat yo'q deyishdi. Yo'q, Bimirzaning ustozning gadinda Ulanbekning puli yo'q deyish kerak edi. Lekin shariatdan iborat bir mani' to'sab turganlik uchun nimaga aylanib qoldi? Bu na'am nima deyalaydi, la nima deyalaydi. Shuning uchun kishining haqqi kishiga o'tib ketmasa o'g'in deb. Shuning masalan, shuning uchun men nima deydi hozir? Ya'ni at-tawkilu bi nafsil husuma. Ya'ni bi nafsil husuma degan gap da'voning o'ziga vakil qilish degan gap. Ya'ni la degan gapga vakil qilish degan gap. Ya'ni paloni puli yo'q degan gapga vakolat berish. Siz faqatlam yo'q deb ber. Men hozir ya o'zi chiqolmaydi oldiga yoki odam bilaga ketib qolib paloni haqida yaqin yo'qlam deb degan bo'lsa buni majoz qaynib ya'ni javob beradi. Meni o'rnimda javob bering degan qoladi. Ya la deb javob beramiz ya na'am deb javob bering degan majozan ketib qoladi. Nima ish qilsa limani'in shar'iy.
Yansarifu ila mutlaqı cevabın hasim degan yani hasim kimga qarshi taraf. Hozir hasimsiz Ulonbek hasim bo'lma. Shu hasimga qozining yanında nima deb javob berdi? İtiraf qilgan chaqda ya raddiya berish ya itiraf qilish. Qani bo'lsa bo'ladiganqa. La dizim bo'ladigan, na'am dizim bo'ladigan qaydir. Hatta yasa lil vakil yani vakil olganken bir mirza vakil oldima. Vakilning o'zi na'am bilan javob beradi. Kimga? Yani vakilniki raqibiga, qarshi tarafga, da'vogarga deb javob beradi. Sizniki palanda haqqingiz bor deb javob beradi. Kama yas'uhu ay yujibu billah. La deb javob berishi nima bo'lganda, joiz bo'lgandek. Tabiiy uni la bilish, la deb javob hepsi berganda la deganga bergan. Lekin na'am deyish mumkin. Nima yo'ldan desa, li'anna li'anna at-tawkil fi nafs al-khusuma. Chunki mushu davaniki o'ziga vakillik berish yoki o'ziga vakil qilish mahjurun shar'an. Shariatda tark etilguchidir mahjur. Ya'ni nima degan gap? Shariatda siz mabada nimada faqat yoqlamdan la qilim deysiz. Menga vakil bo'lasiz, faqat yoq deysiz. Degan gapning o'zi shariat buni qabul qilmaydi. Shariat buni tark etadi. Nimishqa? Mumkin falonniki haqida gadinda haq bog'liq qilish mumkin. Agar bog'liq qilib yoqdamdi, ya u chaqda na'am deyish kerak. Shunga shariat maniki ma haqiqatda to'sab qilmaydi. Ve adeten normalde mi şundak? Yani adette mi normalde mi şundak? Şeriatte mi şundak? Hoş. Şimdi bizga degandik bir ayda hozir mau haqiqa mahjuraga shu misol keltirib berdi. Haqiqa mahjuraga nima biz nima haqiqa mahjura bo'lsa yusaru ilal majaz degan qoidadan usul qoidadan mau nimani chiqadi? Muvafiqniki mafal hukmini chiqadi. Xo'sh. Endi biz üçüncü düzeydemdi. Üçüncüsü de haqiqa mustamala. Biz haqiqa mutaaddilan so'zlab bo'ldi, endi haqiqa mahjuran so'zlab bo'ldi, endi haqiqa mustamala. Walau kanatul haqiqatu, endi agar haqiqa mustamala bo'lsa. Walau kanatul haqiqatu mustamalatan. Yani agar haqiqa mustamala bo'lsa, yani ishlatilgan mustamala bo'lsa degan gap, yani mahjura bo'lmasa, mutaaddira bo'lmasa hoş emni fe illem yekun laha mecazun mutaaraf. Eğer bu hakikatning mecaz mutaarafisi bo'lmasa, yani bununda mecaz mutaaraf urfida adallangan bir mecaz bo'lmasa bu hakikatga qarama-qarshi holda fel haqiqatu awla bila xilaf. Bununda mecaz ma'nidan haqiqat bila hiçbir xilafsiz nima avlaroq. Hammalarda ixtilof yo'q. Bir ittifoq. Endi gap nada desa وإن كان لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى إلا بحلف أمدل اختلفنا هذا أجر حقيقتنا مجاز متعارف بولسا شو çaqda Ebi Hanif rahimehullah'ın göz karşıda حقيقة أولادور ve İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed rahimehullah'ın göz karşıda el-amelu bi umumil mecazi evla. Umumul mecazı amel kılış evladur. Bunun misali bilen şunlaydı. Bunun misali lev halefe la ya'kulu min hadihi'l hintati yansarifu zalika ila ayniha indehu. Yani eğer bir adam muşu buğdaydan yemeymen deb qasamışsa, men muşu buğdaydan yemeymen deb qasamışkan bolsa yansarifu hadal qasam. Onun qasami ila ayniha. Zalika aşı qasam aşı buğdayning o'ziga qaytadi İmam Azamning ko'z qarashida. Yani bu adam aşı buğdayning o'ziga qarshi yesa nima bo'ladi? Qasami xonis bo'ladi. Ammo aşı buğdaydan pishgan nonni yesa, aşı buğdaydan pishgan oshni yesa qasami xonis bo'lmaydi. İmamning ko'z qarashida. Hatta law akala min al-khubz al-hasil minha, hatta ki eğer qasam ishkuchi aşı buğdaydan hosil bo'lgan nonni yesa la yahnasa inda. Abu Hanifa rahimahulloh ko'z qarashida qasam xonis olmaydi. Çünkü o hakikaten buğdaynınki üzünü yiyemez. Belki buğdayının ununu yiyiş. Buğdayın bu kadar yiyiş oldu. Ve indahum işki sahibinden göz karşıda yansarifu ila ma tetedammenuhul hintatu bi tariq umumil mecaz. Bu aş buğday öz işin ağanacık kaydıdır. Yani ki mecazi manada ma yani ma tedammenel hinta. Mecaz manada ma yani ki ben bu buğdayını yemeymen degen hakikat manası buğdayının üzünü yiyiş.
Mecaz manası şu, aş buğdayının terkibinde nim bolsun. Yani bir tarikatil ma el cüz ve kul cüz'i ve kulli. Bu nim buludu çağda min itlaq el kul iradetul cüz' degan babı bardı. Yani aş buğday üstüge algan narsaning hammasi qaytadi. Şu buğdaydan bo'lgan nima deysa qasam manasi bo'laverdi. Bir tariqi umumul mecaz. Umumul mecaz yo'li bilan hamda umumul mecaz. Nima deyish umumul mecaz desa, hatta imam ko'z qarashida yani fayahnasu bi akdiha. Aşı buğdayning o'zini yesi manasi bo'ladi. Ve bi akdil khubzil hasili minha. Aşı buğdaydan asıl bo'lgan non yesimi qasam manasi bo'ladi. Nima ish qabul degan haqiqatlar mecazlar jamlashuv bo'lmamdi bo'lsa, unda olmaydi. Çünkü şu buğdaydan yemeymen degan gap nimaga qaytdi? Şu buğdaydan asıl bo'lgan narsani yemeyman. Buğdayning o'zini yegan bo'lsa, şu buğdaydan asıl bo'lgan narsani yegan bo'ladi. Buğdayning asıl bo'lgan narsa boshqa narsani yesimi, o'shanda şu buğdayni yegan bo'ladi. Demak, bu yerda şu buğdaydan bo'lgan narsani yemeyman. Şu buğdaydagi hech qanday bir juz'isini yemeyman degan bo'ladi. Şunun bilan buğdayning o'zini yesimi, buğdayning juz'isini yegan bo'ladi. Başkasının ismi ise bu düşünülen mecazın dairesi kendine hakikat mecazın dairesinin bir farklarının bir fark bulup çıkırıp gidiyor. Ve keza lev halefe ve şunun da lev halefe la yeşrabu minel furat. Furat deryasının su içmeydiğin kasem içken bozdu bir adam. Yansalifu bu kasem ile şurbi min furat deryasının ker'an yani dum yetip su içki kaytıdı. Ebi Hanife falan kıskançıda. Eğer bir adam kaçıda yani cömekte su içse kasmanı sonmaydı İmam Azam'ın göz karşıda. Farda yazısı. Ve indehuma hem işki İmam Azam'ın göz karşıda ilal mecaz muta'arif. Bu mecaz muta'arif kaydıdır. Anda olsa mecaz muta'arif kayse bu meselede ise olsa ve huve ey mecaz muta'arif. Men Fırat deryasını su içmeymen diyen hakikatin mecaz muta'arifisi olsun be şurbu ma'iha bi ayyi tariqin kan. Yani kandak yollan olsun Fırat deryasının suyunu içmeymen diyen budur kasanın manisi. Mecaz yollan ben kanday yollan olsun Fırat deryasının suyunu içmeymen, dumyetimi içmeymen, kulağımı uçlap içmeymen, kaçı ulan mı içmeymen, cömekli ulapap içmeymen diyen budur manisi. Eğer bir adam şu kanday vesileyle içip sağlam olsa kazmanız. Hoş, emdi thummel mecazu inde Ebi Hanife. Emdi ma bizki ikinci meselenin sözüne bir bakacağım. Hakikatdeki mehcura, müteadira, müstamele meseleleri tübide. Emdi mecaz nemedin halap buludu. Mecaz tabii ki hakikatin halap buludu. Hakikatin ornağa mecaz işitilidu. Hakikatki işitiş mümkün bulmasa. İza teazzara ve iza hucira nema yu'malu bil mecaz. Emdi bu mecaz halaf. Keyfiye kandan. Keyfe yahluf. Kanda halap buludu diye de. Nemed imam nimdeydi? Halafun anil lafız. İmam nimdeydi? Halafun anil hüküm. Hoş emdi. Ve indahu emdi andaki mecaz Ebi Hanife rahimahullah göz karşıda halafun anil hakika. Hakikatin halaptur. Nemede fi hakkın lafız. Lafızın hakkıda. Ve indahuma lafızın hakkıda geldiğinde gaptesi yani Arap dili doğru bolsa, Arap dili nahv gramatik kaideleriga, balagat kaidesi boldu. Anladın? Yani bu Arap dili kaidesi bu gap çıkan gap Arap dili kaidesi küçükse, doğru bolsa, bununki manası hükmünden kat'i nazar biz mecazga nima qilish, yuqorqi shartlar bilan mecazga amal qilish mumkin bo'lsa amal qilaveramiz. Deydi İmam Azam Ebu Hanife. Ve indahuma iki sahibeynin göz karşıda halafun anil hakikati fi hakkil hüküm. Hem de mecaz hakikatki qanday o'rin basar bo'ladi desa, yani hükümün hakkıda. Hükümün hakkıda o'rin basar bo'ladi. Yani biz faraz qilamiz. Agar bunda bo'ldi desek, bu shu to'g'ri bo'lamdi desa, endi bunda bo'ldi desek, to'g'ri haqiqatni ko'z oldimizga keltirib, bunda bo'ldi deganda bunda bo'lamdi desa, agar bo'lash mumkin bo'lsa, amal qilamiz. Agar bu yaqinda bo'lmaydi, mumkin bo'lsa amal qilmaymiz deydi. Endi buni biz nima bilan misol bilan abdan tushunamiz. Hatta men hatta nima tafri'iyya. Ma'luma hatta tafri'iyya ala mazhab as-sahibayn. Mazhab sahibaning mazhabi fi haqq al-hukm dikma khalafun al-majazu khalafun an al-haqiqati fi haqq al-hukm dikma. Hatta yani fayatafarra'u min hada. Yani bu şu kaideden yani mecaz haqiqatga hükümün hakkında o'rin basar bo'ladi degan qoidaga asosan law kanat al-haqiqatu mumkinatan fi nafsiha agar haqiqat o'z nafsida mumkin bo'lsa yani bu haqiqat bunda
amal qilish mumkin bo'lsa, tabiiyki mutaazzira bo'lsa bu gap bo'lmaydi. Mumkin bo'lsa, illa annahu deganda lakinnahu deb ma'nosi. Lakinnahu imtana'a al-amalu biha. Biroq shu haqiqatga amal qilish limani' biror mani'ning jihatidan, to'solg'uning jihatidan to'silab mani qilingan bo'lsa, haqiqat o'zi mumkinkan, ya'ni mahjura emaskan yoki mutaazzira emaskan, lekin biror mani miskab qilib uni amal qilinmabdi bo'lsa, yusaru ilal majaz. Ya'ni ma yusaru al-lawnu nimsa shartning javobi ma. Law kana al-haqiqatu mumkinatan fi nafsiha yusaru ilal majaz. Ya'ni haqiqatga o'zida amal qilish mumkinkan, biroq nima amal qilmaysiz desa, biror mani ekan. Al-qarinatu salifa, ya'ni haqiqatni to'sib turgan bir mani ekan, shu sababdan haqiqatga amal qilmagan bo'lsak, shu chaqda nima? Yusaru ilal majaz. Majazga haqiqatning xalafi bo'lgan majazga qaytariladi. Va illa endi men gapim. Va illa ya'ni agar haqiqat o'z nafsida mumkin bo'lmasa, ya'ni shu haqiqatga amal o'z nafsida mumkin bo'lmasa, saral kalamu lagwan. Kalam bagajlab ketadi. Kalamning hukmi bagajchi. Shuni tushundingmi? Ya'ni endi buni misol tushunamiz qolganda. Va indahu yusaru ila al-majaz. İmam Azamning ko'z qarashida tushunsa, İmam Azamning ko'z qarashida yusaru ila al-majaz. Bu majazga qaytariladi. Va illam takun al-haqiqatu mumkinatan fi nafsiha. Garchi haqiqat o'z nafsida mumkin bo'lmasa-mu, majaz qaytaraveradi. İmam Menning ko'z qarashida agar haqiqatga o'z nafsida mumkin bo'lmasa, saral kalam bagajlab ketadi. İmam Menning ko'z qarashida. İmam Azamning ko'z qarashida haqiqatga amal qilish mumkin bo'lmagan taqdirdami majaz qaytaraveradi. Misol tushunamiz. Buning misoli iza qala al-mawla qachon bir xo'jayin o'zining qulig'imda debdi va huwa akbaru sinnan minhu. Bu qul xo'jayindan yosh jihat cho'nkan, yosh cho'nkan. O'zining yosh cho'ng quli chiqib debdiki, "Haza ibni." Mau mening o'g'lim debdi. Mamnun o'g'lim degan bo'lsa, mishad la yusaru ila al-majazi indahuma. Ikki sahibaning ko'z qarashida majazga qaytarilmaydi bu gap. Balki bu gap bagajlab ketadi. Bal yalg'ul kalam. Agar haqiqati mumkin bo'lmasa dedim işte, haqiqati mumkin bo'lmasa kalam bagajlab ketadi. Haqiqati mumkin bo'lsa majaz qaytariladi degan bir qoida so'zida Imom Azam. İmam Azam dedi haqiqati mumkin bo'lsin, majaz qaytariladi dedi. Tamam. Ammo o'g'andan keyin hada ibni degan gapda oshkangiz qarshida majaz qaytarilmaydi. Nima ish qilsa istiholat haqiqa. Haqiqat mumkin emas bu yerda. Qandoqmi? O'zining cho'ngida uni bolasi olsun. Haqiqatni o'ylab qolgan, haqiqat tasavvur qilgan mumkin emas. Va indahu İmam Azam Abu Hanife rahimahulloh qarshida yusaru ila al-majaz. Bu shu majaz qaytariladi. Hatta yani fayatafarra'u min hada. Bu majaz qaytarilgandan keyin nima bo'ladi? Yu'taqul abd. Yani bu qul azod qilinadi. Ve ala hada yani muşu zikr kılgan muşu asıl muşu kaidik asasen yukarracul hukmu fi kavlihi Hücayindeki bir adamın kavlideki hüküm çıkarıldı. Muşu kaidi kas kaid oldu bu kaide. Yani hakikatga amal qilish mumkin bo'lsa majaz qaytaradi, mumkin bo'lmasa gap bagaj bo'lib ketadi degan qoida. Ikki imomning ko'z qarashida. İmam Azamning ko'z qarashi bo'yicha haqiqatga amal qilish mumkin bo'lmasin, ondan majaz qaytariladi degan qoida bo'yicha bunda gap bo'lsa, lavbradan debdi, lahu alayya alfun debdi. Falonining mening gardimda 1000 riyal puli bor debdi. Avvalini debdi, lahu alayya alfun aw ala hada al-jidar. Falonining mening gardimda 1000 riyal puli bor yoki matamning gardimda. Mening gardimda yoki matamning gardimda puli bor degan bo'lsa, endi bu ikkisini birda degan gap bo'ladi. İmamning ko'z qarashida, İmam Azamning ko'z qarashi bo'yicha o'shining gardimda. Mana pul var iqroqan bo'laverdi. Lekin ikki sahibaning ko'z qarashida bu gap bakachi. Yalg'u. Nimishqa? Chunki imom deydiki, tamning gardimda. Sahiban deydiki, tamning gardimda menga pul bo'lish ehtimoli bormi? Yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin xolos. Bu gap kuchli bo'lmaydi. Chunki nima yo'q? At-tarjih bilan murojjah qoladi unda qilsak. Ani biz uqmaymiz, bo'lgandan keyin gap bu yerda nima kuchli bo'lmaydi deydi. Ammo imom nima deydi? Biz uniki bu şeyde bunda mening gardimda ya falanning gardimda mening gardimda yoki vatanning gardimda
degan bu majoz qaytariladi bu. Hatto tamning geldiğinde noyal pul buluş, tasavvur qilish mumkin bo'lmagan taqdirda bu majozga qaytariladi. Endi olgandan keyin buni geldiğinde noyal bular ixloqon bo'ladi deydi. Yani nima deydi bir şey deyna? Fa indahuma yasirul kalamu lagwan. İki imamning ko'z qarashida bu gap bakajlab ketadi. Nima ish qilsa? Lianna haqiqatal kalam nuzumul alf ala ahadihima. Kalamning haqiqati ikkisining biriga ming lozim bo'lishidir. Bila ta'ayyun degan gap muayyanlashmasdan. Va huwa ghayru mumkin fi nafsiha. U mumkin emas. O'z nafsida bu gap ikkisining biriga ya ma'noda ya ma'no demay, ya ma'noda ya ma'no deb qo'ydi. Ikkisining birini tayin qilmadi. Anda olgandan keyin ikkisining biriga gapni aytish mumkin emas. Anda olgandan keyin chunki ikkisining biri nima ishqi ya'ni yomonni qilolmaydi desa, chunki ikkisining biri nima qarz olib qo'ygan mahal emas. Laysa bir mahal, tam mahal emas. Shuning uchun bu gap bagajlab ketadi deydi o ikki imom. Imom nima deydi o? Yusar ilal majaz. Anladın? Nima ishqi buni o'ylandikday chunki imom nima deydi? Biz lafz to'g'ri bo'lsa, uni ko'kmi to'g'ri o'ylash bo'lmasdan ishim yo'q. Majaz o'yladi deydi. Ve kavluhu mesela eğer bir adam bunda degan bo'lsa, bunun hukmi shu qoida bu chiqaverdi. Abdi ev himari hur. Mening qulim yoki ishga mazat degan bo'lsa, bunun da mu imomning ko'z qarashi bo'yicha gap bagaji, yolg'on kalam. Chunki bu yerda ikki ehtimolli gap qildi. Ya mening qulim yoki ishga mazat dedi. O ikkisining biri azat bo'ldi deb, ikkisining biri azat bo'lish uchun her ikkalasining bo'lishi kerak. Her ikkalasi mumkin bo'lsa-da, tasavvur qilsak mumkin bo'lsa-da. Eshakning azat bo'lishi nima emas? Mumkin emas. Unda olgandan keyin bu gap bagajlab ketadi. Deydi imom deydi, gap lafz to'g'ri bo'lsa, hukm bilan ishim yo'q. Majoz qaytaraveramiz deydi. Va la yalzamu ala hada. Endi mushu gapga, yuqorgi mushu qoidaga asosan tuvankidek bir gap bizga lozim kelmaydi deydi. Masalan, iza qala limraatihi. Bir odam o'zining ayoliga mundaq desa, hazihi ibnati, o'zining xotiniga "Ma mening qizim" desa. Vela degan va haliya. Yani halbuki laha degan bu ayolning nasabun ma'rufun min g'ayrihi. Bu erning g'ayridan bo'lgan bir ma'lum bir nasabi bor ekan. Dadasi falonning qizi bu deydigan dadasi bor ekan bo'lsa, haythu la tuhramu alayhi. Yani gap, yani la yalzamu bu gap aslida nima lozim kelmaydi desa, haythu la tuhramu alayhi. Bu ayol bu odamga harom bo'lib ketmasligi, harom bo'lib ketmaydi. Anladın? Bu nima ish qiladi desa, "Va la yuj'alu zalika majazan an at-talaq." Yani aşu bu adamdaki hadihi ibnati degan qavli taloqdan majaz qilinmaydi. Savaun kanatil mar'atu surasinna minhu aw kubra. Barabarki bu ayol kishi bu erdan yosh jihatda kichikroq bo'lsin yoki cho'nroq bo'lsin. Bu nima degan gap desa, endi bir odam bunda bir gap gapirsa, bizniki farqli bir masala var. Bir adam bir qiz bolaga o'zining xotiniga qarab turib, "Ma mening qizim" degan bo'lsa, "Ma mening qizim" degan bo'lsa, bu ayol bu odamga harom bo'lib ketmaydi. Bu ayol kishi qo'y buni nima bo'lib ketsin, kichik bo'lsin, qo'y cho'nlab ketsin. Bir odam bunda deysiz odamni. Biz ajab imomning ko'z qarashi bo'yicha, imomning ko'z qarashi bo'yicha bo'lganda, mushumu taloqlab ketsin edi. Nima ish taloqlab ketsin edi? Chunki imom nima dedi, "Ma mening ibni" desa, u quli ata uni cho'ng bo'lgan taqdirdimi? Nima bo'ladi? Azat bo'lib ketdi dedi. Andagandan keyin o'zining xotinini "Ma mening qizim" desa, hatto xotinning ishi uni cho'nglab ketgan taqdirdimi? Xotinini taloqlab ketsin edi. Ma qoida bo'yicha desa, andin ya bu masala amasga o'xshamaydi. Chunki meniki ma ikkisining eng inchki masalasi bor. İlgili masalada nima bo'lishi mumkin? Qul agar men quldan birisini qul bozordan elib olib qolsam, uni o'g'lim chiqib qolsa, tabiiy nima bo'lib ketadi? Ozotlab ketadi. Mumkin. Endi yoshli cho'ng kichikligiga qaramaymiz bunda. Lekin shu quldan birisini meniki kiysa, uni o'g'limdan bo'lib qolsa, nima bo'lib ketadi? Ozotlab ketadi. Lekin masalada desa, ma ayol kishi mening qizim degan gapdan ma ayol kishi uning qizi bo'lib qolamdi. Kelmaydi. Agar uning qizi bo'lib qolsa, nikoh tushmaydi. Agar buni qizi bo'lib qolsa, nikoh tushmaydi. Nikoh tushmasa taloq qilamdi. Taloq bo'lmaydi. Demak, buni aslida qarama-qarshilik bor. Nikoh degan bilan qiz, buni qizi bo'lish, buni xotini bo'lish degan gap qarama-qarshi gap. Uni keyin uning qizi olgan bo'lsa nikoh tushmaydi.
Nikah tushmagan qanday talaq bo'ladi? Majaz bo'lish uchun chuqur orada bir aloqa bo'lish kerak. Bu bilak gap. Anida balasi bo'lib qolish mumkin. Agar balasi bo'lib qoldi deganda ozodlab ketadi to'g'ri. Lekin mana qiz bo'lib qoldi deganda desak xotini qiz bo'lib qolmaydi. Chunki agar qiz bo'lsa nikah tushmaydi. İkisi ayrı boshqa masala. Shuni nima deyapman-da? لأن هذا çünkü ولا يلزم من هذا degan gap ve yelzamu ala hada degan gapga mutaalliq amma lianna idgamul bujariyan. Bu gapga asosan bunda gap lozim kelmaydi. Nima lozim kelmaydi desa? Çünkü lianna hada lafz yani bu mening qizim degan bu lafz law sahha ma'nahu. Agar uni ma'nosi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, masalan, agar shuniki qizil olib qolgan bo'lsa, la kana munafiyan lin nikah. U nikoh qarshi bo'lgan bo'ladi. Agar qiz olib qolgan bo'lsa, ikkisi nikohga tushamdi, nikoh tushmaydi, nikoh yo'q. Harom bo'ladi bizga. Andaqaning fayakunu munafiyan li hukmi. Andaqandan keyin nikohga qarshi bo'lgan bo'lsa, nikohning hukmiga nima? Qarshi bo'lgan bo'ladi. Nikohning hukmi nima? Bu yerda taloq. Va huwa taloq. Anda nikohning hukmi, ya'ni bu odam nikohni bu odam talaq qila oladi. Nikohni yo'q odam talaq qila olamdi? Yo'q, talaq qila olmaydi. Yine bir kaide ise velesti'arete ma'a vücudu tenafi. Yani karşılık bab olsa istiara bulmaydı. İstiara buluş için istiara diye mi mecaz diye mi? Bir gel bulursun. Bala usul fıkıhda istiara mecaz kelime mutaradife. Okşar. Mecaz desek mu istiara desek mecaz okşar. Lakin ilmi balagatta ne burada fark var ayrılır. Bunu ben aldığım derste ayrı beğendim. Hem de bu ne bulaş için, istiara bulaş için karşılık bulması gerek. Başka bozuldu. Tegayür bozuldu. Lakin tenafi bozulmaydı. Ve tenafi ile tegayürünün farkı var da. Bunun için karşılık yapıp kalsa onunki kızı bulaş ile onunki xotini bulaş diyen arkada qanday farkı var? Kızı olsa onun xotini olmaydı. Xotini olsa kız olmaydı. Çünkü kızı diyen gibi nikah düşmeydi. Nikah düşmeyen gün onu talak olamaydı. Yemin. Bihilafi kavlihi Hücayindeki üzdün çoğun kuluğa hâzâ ibni dengetmin hilafıyla. Demişka fe innel bunuvvete la tunafi thubutel milki. Çünkü balılık diyen demek ki milik igiliknin sabit buluşu karşı gelmeydi. Dada. Yani bir adam Peygamber Sallallahu de mesela bala dadısının mülki. Bala dadısının mülki. Adamın balısı buluş, bir adamın balısı boğalığı, onunki dadısı igilik sabit buluşu karşı gelmeydi. Balanın nesinin nesen mesela. Balan mısının mesela. Şunun için eğer bir adam balısını ötüyorsa onu ötülmeydi. Eğer bir adam uzun balısını ötüyorken olsa onun da kısas kılınmaydı. Belki ne tüleydi? Diyet tüleydi. Bel yazbutul milkula. Belki ne demek ki balıdaki milik ilgilik hukuku demek ki dadığı düşürdü. Sabit buludu. Sümme ya'tiku aleyh. Andın ki dadığı azadlap etti bala. Yani bir adam tasavvur kılsak da demek yüzümüzde tilgısın rayla. Bir adam bazı bir konu yaptı. O konu yüzün balısını okumayı. Mesela bunun bir didektin birine umuvelettin bir vetih koyan olsa şu didek tuğup balımı kulu deyna. O kuzukuda balıkını bilmeyi o dedeklik ki o kucağın istev etken olsa onun kendiden o bilek bir yerde bazada o kucağın istevatına çıkan olsa o adam balık kalıp mağakır butkan kulganda okumayı alğan olsa şimdi bu balının şu kucağındaki bal iskerlik aşkar olsa tabii ki o balının ilgili kucağını uydudu. Ötkendin kin azatlap yutudu. Ötmeyi türbemez, ötkendin azatlap yutudu. Lakin ma meselede çoğu, ma'minin kızın diyen meselede o onun nikahı kızı boğandık eğer kız bade tasavvur kılsa kızı boğandık o nikahı ötmeydi. İkisindeki ayrım. El farku zahirun ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya